vatan xoinlari va tariximizdagi milliy munofiqlar haqida. Avtori Hoji Akbar Muhammad Niyoz. 2. bölüm qadimki zamandagi ulug' nomlari mangu madilinib turdigan buyuk doirlarimizdan yaqinqi zamonlardagi abadiy la'natlanib kelayotgan vatan xoinlarigacha. 11. Məmtimin aq kirpik. Xudoyim bilur, balalarim qaldi dadu faryodda, dirkimni alolmay sarson bo'lib har yoqda. Al xoini məmtimin ichi qora munofiq, hukumatga ustimdan xabar beribsan saxta. Al xoini məmtimin ichi qora munofiq degan misradagi məmtimin 1930 yıldan 1940 yılları Qashqar tavasida Shingsay va Gomindang hokimiyati uchun ishpiyonlik qilib, ikki qo'lini nurg'un xalqparvar o'g'lonlarning issiq qini bilan bo'yib olgan munofiq Məmtimin aq kirpik degan kishini ko'rsatdi. Ahırda Jallat Shingsay asasını puxtılıb alğandan keyin bu munofiqnimi tümelligen munofiqlar qatarida yig'ishtirib tashlagan. O 2. Ro'zi Molla. Ro'zi Molla Turpandagi uqumishliq kishi bo'lib, Xitoy hukumat yamilida amal tutgan. Onun Abdixaliq Uyg'urning el ichidagi shuhratini ko'rolmasligi va shaxsiy adovati oxirida uni Xitoylarga g'alchilik qilib, Abdixaliq Uyg'ur boshchiligidagi Uyg'ur inqilobchilarni tutib berishga elib kelgan. Ro'zi Molla shu qilmishi tufaylidan xalqning nazaridan tushib, tariximizdagi eng la'nat o'qiladigan xoinlarning bir tipik misaliga aylanib qolgan. 3. bölüm xoinlarni jazolash uchun xalqimizning ro'yitini tozalash, tafakkurini isloh qilib, qayta yasab chiqish kerak. Dаңлıq Xitoy yozuvchisi Lushin Apandi tipik Xitoy va xitoylashtirilgan qullarning psixikasi haqida mundaq degan. Baturlar g'azablansa, o'zidan kuchliklarga tig' ko'tirdi. Qo'rqinchoqlar g'azablansa, o'zidan ojizlarga tig' ko'tirdi. Qutqizg'ili bo'lmaydigan millatda cho'qim kichik balalarcha homishni biladigan nurg'un qahramonlar mavjud. To'xi yuraklar. Lushin. Yuqorqi bir jumla xulosa muhojiratdagi texicha Xitoy zihniyat va qulluq ro'yidan qutulolmagan Uyg'urlarning mohiyatini aniq ko'rsatib bergan. Hozir tashkilot yoki jamoat shaklida mavjud bo'layotgan Uyg'ur xalqi dal yuqorqidek intayin bichara holga tushib qolgan. Ularda kuchlik dushmanga tig' ko'tirish emas, til uzitish jur'atimi kamchil. Ammo o'z ichidagi orqa terki, puli va nupuz bo'lmagan har qanday biriga kelganda to'limi jasur bo'lib ketadi. Bu jasurlik yanala qapoqni turish va ozroq eg'iz hujumi qilishdan yiroqqa bora olmaydi. Chivin qo'nsa g'ingshiysan, kaltak tagsi jim. Shir oldida tulkidak qilasan sukut, ammo cho'ji oldida bo'lasan burkut. degan aqliyalar yaqinqi 3 asrdagi Uyg'urlarning yoshurun milliy psixikasini ochiq ko'rsatib bergan. Yuqorida Lushin aytgan so'z buni texmi obrazliq va ommabop shaklda ifodalab bergan. 333 yildan buyanqi ahvolimiz mushundoq ichinishliq bo'lg'achqa dushmanlar birining keyindan biri qonliq qilishlar bilan xohlagancha qatliam yurgizib, oxirda zafar quchgan to'kpikor sifatida mag'rurlarcha vatanimizdan bexiraman chiqib ketishdi.
agar biz 1759-yili Jauhui bilan Fudani, 1765-yili Agü bilan Mingruyni, 1828-yili Changling bilan Changqingni, 1878-yili Zozongtang bilan Dongfuxiangni, 1944-yili Shingsai bilan Zhu Xiaoliangni qaçırıp qo'ymay, tirik tutib, o'z qo'limiz bilan chanab tashlagan bo'lsak, Wang Jun bilan Wang Immao, Wang Lechuan bilan Chen Chuango xalqimizga bunchilik talafat keltirish tugul, bundaq irqiy qirg'inchilik qilishni xiyol qilib beqishqimi jur'at qilolmagan bo'ladi. Xayr, erga bir navbat, yerga bir navbat. Şunlaşqa Uyg'urlarni qaytadan jangovar va keskin ideya bilan qurollantirib, qulluq ro'yini pachaqlab tashlash kerak. Shundala ular Xudo bergan voz kechalmas huquqlari uchun chuqan ko'taralaydigan, vosita tanlamay uni qaytirib kelalaydigan bo'ladi. Düşmanga qarshi turishda uni beqib cho'ng qilgan otasi Stalinning aqliya so'zlaridan muvofiq foydalanishimiz zarur. Ideya quroldan muhim o'rinda turdi. Biz düşmanlarimizning qurolliq bo'lib olishiga yo'l qo'ymaymiz-yu, nemishqa ideyalik bo'lib olishiga yo'l qo'ydi ekanmiz? Düşmaningni usulga salg'udak tushan. Tarix isbotladiki, yengilmas qo'shin yo'q. Bir jonning o'limi cho'ng fojia. Million jonning qirilishi faqatla statistika xolos. Undan boshqa tarix haqidagi qarashlarimizni keskin isloh qilib, tarixni bugunimiz uchun xizmat qildira olishimiz kerak. Tarix haqida 3 diktator nima deydi? Stalin mundaq degan: tarixni g'oliblar yozadi, biz tarixni albatta xohlaganimizcha yozamiz. Hitler mundaq degan: tarix bo'lsa bir ma'sum qiz, biz uni qandaqli yozsak bo'laverdi. Mao Zedong mundaq degan: tarixni xalq yezib qoldirdi, undaqda xalq zodi kim? Xalq Mao Zedong. Xalq bo'lsa Mao Zedong boshchiligidagi Xitoy kommunist hokimiyati. Demak, o'z taqdiriga o'zi ega chiqmagan millatning tarixi boshqalarning qo'li bilan xohlagancha yeziladi. Düşmanlar bizga yezib bergan va majburiy o'rgatgan soxta, burmalangan tarix hamon eng halqiliq paytda bizni ichimizdan yemirib tashlaydi. G'ozi Mustafa Kamal Pasha, ya'ni Atatürk mundaq deydi: tarixini bilmagan millat yo'qolishga mahkumdir. Uyg'urlar, yuqorqi Uyg'ur dushmanlari o'zlari e'tirof qilgan unumlik ideyaviy qurollar va Kamal Atatürkning ba'zi keskin islohot usullari bilan qurollansa, pat arda Markaziy Osiyoning Germaniyasi, Türk İslam ellerining Yaponiyasi, hatto butun dunyoning g'olliq ta'siri bor kuchtingir davlat sifatida dunyo siyosiy sahnasida qayta-qat ko'tarishi faqat vaqt masalasi bo'lib qoladi. 4-bölüm tariximizdagi xoinlarning va milliy munofiqlarning jazosi qanday bo'lgan? Tarixdan buyon ajdodlarimiz xoinlarning jazosini berishga sal qaramagan. Ularni har vaqt olamga ibrat qilib kelgan. Uyg'ur qag'allari taxtga chiqishdan burun ikki qovul erkak uning gelini qattiq 3 qatim bo'g'ib, taki qag'an tipirlab ketkicha qo'yib bermaydi. Buning cho'nqur ma'nosi bor bo'lib, yomon tarafdan tahlil qilganda, qag'an navoda davlati va xalqiga xiyonat qilsa, qandoq jazolanganligini har vaqt esida tutish kerakligini ifodalasa.
Мәс'улiyat нуқтасыдан қағанның вазифасының нақадар иг'ir ekanligini, qağanlıqqa mushundaq ig'ir yuklarni ko'taralligidek layoqati bor biriningla salohiyati borligini har vaqt eslatib turish uchun edi. Yaqinqi zaman tariximizga qisqacha nazar solganimizda 1924-yili Abduqodir Damollamga qo'l solgan suiqasdchilar qatoridan o'rin olgan 1933-yili Tömür Sijang bilan Sabit Damollam orasiga so'g'uqchilik silib, andin Majansonga setilib, Tömür Sijangning beshiga chiqqan, oxirida Jallat Shingsayga setilib, 1935-yili uni Urumchida payg'ambarning izbosari deb maqtab ko'k ko'targan Fayzovat Shabdulluq Abdug'upur Damulla, ya'ni tariximizdagi sesiq nomi purkatgan Shabdul Damulla 1936-yili yana bir qatim Urumchiga taklif qilinganda aqlliq Mahmud Moyidi Shingsayning yanala Abdug'upur Shabdul Damulladan foydalanib ketmoqchi bo'lganligini bayqab olib, Damollam Urumchiga yeniga berishdan ilgirila Damollam munofiqning hukmi nima deb so'ragan. Shabdul Damollam qilchi o'ylanmayla ko'zini o'yib tilini kesmak, put qo'lini kesib, darg'a osmoq deb bemalol javob bergan. Mahmud Moyidi patvani uning o'zidan oldin elib, keyincha Shabdul Damulla Urumchiga mengishdan ilgari xo'shlashqili kelib, vidolashib qaytganda uyga qaytish yo'liga odam o'rinlashtirib, o'zi pishqan patva bilan tegishlik jazo ijro qilgan. Shundaq qilib 1936-yili 12-may, ya'ni Hijriya 1355-yili Safar oyining 21-kuni seshanba kech uyiga otliq qaytayotgan Shabdul Damulla Tuman daryo bo'yida 2 alayda xodim tarafidan o'ldirildi. Buyruqni Mahmud Sijang bergan edi. Alayda xodimlar Shabdul Damullani u o'zi bergan fatva bo'yicha ko'zini o'yib, tilini kesgandan sirt toki bo'ynigacha bo'g'izlab tashlagan. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Germaniya taslim bo'lganda o'zining vataniga xoinlik qilib, nemislar uchun ishlagan Fransiyalik, Polshalik, Yugoslaviyalik, Vengriyalik, Ukrainalik, jumladan har qaysi millatdan bo'lgan xoinlarning rasmlarini ko'chalarga choplab o'tib chiqib ketgan. Natijada ozod bo'lgan rayonlar o'ziga xoinlik qilganlarni tepib chiqib, ichinishli shaklda o'ltirib, avomga ibrat qilgan. Yaponlarmo Xitoydan chiqib ketganda o'xshashli shundoq qilgan. Shingsaymo xoinlardan ko'p foydalangan. Keyincha har xil qabiy usullar bilan ko'p qism g'olluq, vatan xoinlari va milliy munofiqlarni o'ltirgan. Qolganlarni xalq o'zlari loyiqida bir taraf qilgan. 5-bo'lim xoinlar va milliy munofiqlarni cheklash va tüp yiltizdan yo'qotish choralari. Moyum ko'zir, qural yaroqlari, to'xu yurak qo'rqinchoqlarining, tangi tillalari, hiylagar qo'ymichilarining, qutliq qalami, napok va nodonlarining, shoni shavkatlik saltanati, quvliqda voyaga yetgan milliy munofiqlarning qo'liga tushib ketgan millat mangu qad ko'tarolmaydi. Biz har qanday kashilar va illatlarni tüp yiltizdan o'ngshaymiz deydiganmiz, cho'qim oldi bilan uni paydo qilg'uchi ichki tashqi omillarni, kashilaning tegi-taktini, kelib chiqish sababini obdan aniqlab, ondan eng unumli chora-tadbirlarni to'liq tatbiqlab, bundaq ig'ir kashilar va illatlarning qayta o'tirg'i chiqishining oldini olish kerak. Undaqda munofiqlar qandaq odamlardan ko'p chiqidi?
kim bo'lsin, qandaq ish bilan shug'ullanmasin, qilayotgan so'zi, ishlayotgan ishi xalq oldidagi javobgarligidan ayrilmasa, bundaq odamning hayoti ma'nilik o'tadi. O'zining qadr qimmati bo'ladi. Ba'zi odamlar o'zi tug'ilgan zaminni, so'yimlik xalqini o'ylab qo'ymaydi. Bir to'yinsa, bir kulsa, shoh bo'lgandek so'yinadi. Uning har bir so'zi, ishlagan ishi o'z manfaatidan chiqib ketmaydi. Bundaq odamlarda el-yurt oldida javobgar bo'lish degan burch va kuchlik hissiyat bo'lmaydi. Natijada ular o'zining manfaatiga javobgar bo'lib, so'zlaydi, ish qiladi. Bundaq odamlar to'limi chakın emasmi? Dal mushundaq odamlardan munofiqlar ko'plab chiqadi. Yuqorqi qur'onni birla o'qib baqqan har bir aqli hushi joyida Uyg'ur farzandining kallasida avtomatik holda zodi qandaq nachar qilmishlarning milliy munofiqlik ekanligi, zodi qandaq odamlarning milliy munofiq ekanligi 100% aniq bo'ladiganligi aniq. Chunki bo'layotgan ishlar va biz shohid bo'layotgan reallik va shaxslar buni to'liqi bilan tasdiqlamoqda. Haqiqat va adolat go'yo quyosh kabi ochiq bo'lib, uni itak bilan yopqilib bo'lmaganga o'xshash, jaholat va xiyonatmi shundoq ochiq namoyon bo'lib turibdi. Hozir kamchil bo'layotgani yanada bizdagi nodonlik, jur'atsizlik, ikki yuzlamachilik va xitoycha zihniyatdan kelib chiqqan meni chaqmagan yılan 1000 yil yashsin degan shaxsiyatchi xohishga beqinishdan kelib chiqqan maydonsizlik va turaqsizlikdir. Bu xil turaqsizlik bizda do'st dushmanlik qarshini suslatib qolmay, hamma ishga muomil qilganda oldi bilan bu ishning menga foydasi bormi yoki ziyinimi deydigan uchiga chiqqan shaxsiyatchi qarashning umumlashishini keltirib chiqarib, necha million xalqni, necha 10 ming apyunkash dushmanlar bemalol idora qila oladigan holga tushirib qo'ygan. Gerçi xalqimiz ichida yaxshilar mutlaq ustunlikni egallasimi, biroq ular har davrda barmoq bilan song'udakla yomon kishilarga xushomat qilib yurganini oz deb, xalq doirlari va yo'l boshchilarini yetim qoldirib qolmasdan balki ularni o'z qo'li bilan dushmaniga tutib berdigan nachar qilmishlarimiz natijasida mushu kunga tushib qolgan. Şunlaşqı Uyg'urlardagi bu xil maydonsizlik va oksirash xohishini it urg'uchisiga amroq vatan xoinlarini va milliy munofiqlarni tozalash uncha tas emas. Şunlaşqa muhaciratdagi barliq vatan so'yar va mas'uliyatchan qarindoshlarimizni qo'liga qalam elib, har qaysi Uyg'ur xalqiga vakillik qiladi deb qaralayotgan shaxslar va har xil tashkilotlarni qo'llash bilan birga xalqimizning jonijon manfaatlari va taqdiriga munosabatlik kasblarda aktiv harakat qilayotgan sarxillarni nazorat qilishni kuchaytirishi kerak. Hech qanday dalil, fakt bo'lmasdan o'zaro yiriklashib qolganlik yoki fikr o'xshamasligi tufayli vatan xoini, milliy munofiq degandek surlik va yerginishlik bo'lgan hayvatlik atalg'ularning qimmatini tushirib, uni to'r yuzidagi fitna fasod, ko'cha paranglar darajasiga tushirib qo'yishga bo'lmaydi. Bunda qilishga urinishmo uchiga chiqqan milliy munofiqlik. Shunga qo'lga qalam eling. Birovning obro'yini to'kashdan va qarlashdan qattiq saqlaning. Bir odamni nahaq qarlab, inovatini yo'q qilish, uni o'ldirgandanmi ig'ir jinoyat. Bu orqali siz har ikki dunyolik baxtdan mahrum qolasiz. Gapingizda rostchil bo'lsangiz, gumon qilgan shaxslar haqida arxiv qoldirib chiqing
pat arada xalqimizning eng oliy milliy manfaatidan boshqani tonimaydigan milliy sud va qilmishi chekidan oshgan milliy munofiqlarni sotlab jazo beradigan harbiy sud quriladi. Shu chaqda dalil isbotlarga hojat tushidi. Oxirida xalqimiz va davlatimiz har qanday vatan xoinlari va milliy munofiqlarga tegishlik jazosini beradi. Uningdan burun o'lib ketganlarmi tarixning la'natlik sahifasiga yeziladi. Undan boshqa o'g'rining yuragi pok-pok, qo'rqqan avval mush ko'tarar va sezigi bor sakraydi deganga uyg'un holda ozroq kaynidan gap so'z chiqib bo'lg'icha intayin aloqazodi holda to'rda o'zicha alujoqi vaqirab xalqimizning zihnini chechivdigan tantak va pishmagan maysi faoliyatchilar va sarxillar o'zlarini besib olishi kerak. Chunki undaq benormal qiliq faqat o'zidagi shubalarni texmi kuchaytirish rolini o'ynaydi xolos. Mazkur asarni milliy munofiqlarning tunji qurbonligi bo'lib ketgan marhum 7 qizlarimning shahodatining 255 yilligi, marhum Iparxonning vafotining 254 yilligi, vatan xoinlarining ikkinchi qurbonligi bo'lib ketgan marhum Nozukum chepilganligining 190 yilligiga beg'ishlaymiz. Ulug' Allah safarlarimizni vatan xoinlari va milliy munofiqlardan xoli qilsin. Undaq kishilarga tavba qilish va gunohini yuyish fursati bersin. Cahillik bilan xiyonat qilishni davom qilganlarni butun olamga ibrat qilishga nasib qilsin. Allah ko'zlarning xiyonatini va dillardagi yoshirin narsalarni bilib turadi. Sura G'afir 19-oyat. Maqola tamom.